Andijon viloyati futbol assotsiatsiyasi trenerlar ta'limi bo'limi tomonidan 2026-yilning o'tgan 6 oy davomida Andijon viloyatida O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi trenerlar tayyorlash markazi bilan hamkorlikda bitta B litsenziya, bitta C litsenziya, 3 ta D litsenziya, futzal bo'yicha bitta level 1 o'quv kurslari o'tkazildi. O'quv kurslarida 141 nafar murabbiylarga o'quv kurslari o'tkazildi. O'tkazilgan o'quv kurslarida yaxshi imtihonlar topshirgan kurslarda yaxshi imtihon topshirgan futbol murabbiylariga litsenziyalar topshirildi. Shu bilan bir qatorda jismoniy tarbiya o'qituvchilarini futbol bilan shug'ullanishlari, futbolni rivojlantirishlari uchun D litsenziya kurslari o'tkazib kelinmoqda. Jismoniy tarbiya o'qituvchilariga amaliy va nazariy ko'nikmalarni berib borish, mashg'ulotlar o'tish jarayonini shakllantirish bo'yicha amaliy va nazariy seminarlar doimiy tashkil qilinmoqda. Hozirgi kunda Andijon viloyatida 149 nafar futbol murabbiylari futbol akademiyasi, futbol maktabi, Andijon futbol klubi, sport maktablari, ixtisoslashtirilgan sport maktablari va sport maktablarida, xususiy futbol maktablarida ish faoliyatini olib bormoqda. Andijon viloyatida 2026-yil davomida litsenziyasiz murabbiylar ish faoliyatini olib bormasligi uchun doimiy litsenziyali o'quv kurslari va amaliy va nazariy seminarlar doimiy tashkil qilinmoqda. Hozirgi kunda Andijon viloyatida ayol futbolni rivojlantirish bo'yicha bir qator samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan bir qatorda ayol murabbiylarni turli futbol litsenziyalariga o'qitish ham doimiy amalga oshirilmoqda. Shu bilan bir qatorda hozirgi kunda Andijon viloyatida 18 nafar ayol murabbiylar ish faoliyatini olib bormoqda. O'tkazilayotgan o'quv kurslarida doimiy ayol murabbiylarni o'qitish jarayoni tashkil qilinmoqda. 2026-yil davomida Andijon futbol assotsiatsiyasi trenerlar ta'limi bo'limi tomonidan amalga oshirilishi va o'tkazilishi rejalashtirilgan B, C, D va futzal bo'yicha o'quv kurslarimizda futbolni tugatgan va futbol trenerligi sohasi bo'yicha trenerlik qilish maqsadida o'qimoqchi bo'lgan, o'quv kurslarida ishtirok etmoqchi bo'lgan trenerlarni Andijon futbol assotsiatsiyasining rasmiy sahifasi, Andijon futbol assotsiatsiyasi trenerlar ta'lim bo'limining telefon raqamlari va ijtimoiy tarmoqlar orqali doimiy murojaatlari ko'rib chiqilmoqda va o'quv kurslarida ishtirok etishi va amaliy va nazariy seminarlarda ishtirok etishi doimiy ta'minlanmoqda. Bugungi kunda futbol trenerlik sohasi bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan trenerlarga futbol assotsiatsiyasiga quyidagi telefon raqamlari yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali murojaat qilishlari mumkin.